Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Biz 2 yillik ağır kunlarimizni uzitib 2020-yili, ya'ni Uyg'urlarning qayta tirilish yilini kutilish oldida turmoqdamiz. Dünya vaziyatida Uyg'ur davosining asta-asta kun tartibga kelishi bilan demokratik ellarning yer shari Magnitskiy qonuni orqali Xitoyga zarba berishga otlanishi da'vo yo'limizda yangi sahifalarni etishimizga qulaylik sharoitlarni ilib kelmoqda. Eng dastlab Amerika boshlagan yer shari Magnitskiy qonuni orqali Xitoy hokimiyatiga qarshi turish harakati hozir Germaniyada bir to'lqin paydo qildi. Yer shari Magnitskiy qonunining Germaniyada ijro qilinishi uchun Germaniya parlamentiga yo'llangan bu imzo Germaniya parlamentining biz uchun boshlatgan bir harakati bo'lib hisoblanadi. Bu imzo to'plash harakati 2019-yili 10-oyning 1-kunidan 2019-yili 12-oyning 30-kunigacha davomlashadi. 50 ming imzo bilan bu qonun loyihasi Germaniya parlamentida qarab chiqishga erishdi. Istansimiz barliq vatansuvar qarindoshlarimizga vaqtni chim tutib imzo qo'yishga sal qarmasligini tavsiya qilamiz. Bu qonun loyihasining mazmuni Xitoy Kommunistik partiyasining bo'libmi Uyg'urlarning haq-huquqlarini dafsanda qilgan Kommunistik partiya amaldorlarini, uningdan boshqa Tibet Mo'ng'ullarning haq-huquqlarini dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini iqtisodiy jihatdan jazolash, Germaniyaga sayohat qilish huquqlarini elib tashlashdan iborat. Biz barliq qarindoshlarimizning o'zi imzo qo'ygandan boshqa atrofidagi insonparvar qarindoshlarimizning imzosini qo'lga keltirib, imzo chekini to'shqizib, sonni 50 mingga yetkazib, ustimizdan zulm yurgizayotgan Xitoy kommunistik amaldorlarining Germaniya hukumati tomonidan jazolanishiga kuch chiqarishini tavsiya qilamiz. Tövanda fidoyilarimiz ishlab tarqatgan mazkur harakatga imzo qo'yish tartiblarining tafsilotini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joyida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshi tudinglarmi? Men bu yerda sizlarga Magnitskiy qonunining qanday qo'l qo'yishini bir qisqacha tushuntirib o'tib ketay dedim. Tushuntirishning oldida bu qonun qo'l qo'ygan odam hozir 2160 odamga beribdi. Ya'ni 12 kun qoldi. Shunlashqa hammamizning kuch chiqarib bo'lib shuni taqitib, cho'ng organlar bilan, derneklar bilan, tashkilotlar bilan hammasi bilan o'rtoqlashinglarni umid qilmayman. Uning oldida bir sizlarga bir amdan keyin hozir bir qisqa tushuntirib o'tibday qanday qo'l qo'ydi, qanday tizimladi degandek. Boshda bu yerda shu petitsiya mitsahni deganiga bossiz. Biz bo'lgandan keyin mundaq bir nima chiqdi. Siz endi tizimlatmagan bo'lsangiz, men yangi deb miyega yangiliklarınızı bassınız, men yangi deb bassangiz miyada bir yangi deriz ichildi. İchilgandan keyin boshda miyaga imlo adresingizni bersiz. Masalan, Uyg'ur biz deb. Andan keyin miyaga shifringizni bersiz. Bu shifringiz cho'qim bir eng az yani bir harf kichik, bir harf cho'ng, andan bir alayda bir harf bo'lishi kerak. Alayda harf deganlarimiz bunday harflar masalan. 8 xonlik bo'lishi kerak jami. Miyaga bir qata o'xshash shifringizni, maxfiy nomerangizni yozasiz. Andan keyin miyaga kelsak, bu yerga sizning qanday atilishni xohlaysiz, shu formning ichida shunga bir ism yozsangiz bo'ladi. Masalan, Osmon degandek. Andan keyin men miyaga shu ism bilan shu formda Xatijani xohlayman degan ma'qullik. Ma ikkisini kelsak, birisi sizning uchurlaringizni qo'g'dash, yana birisi bo'lsa shu torbetninki talablariga ma'qul kelish. Mayaga kelganda Frau degan ayol kishi bo'ldi, Herr degan kishi bo'ldi. Masalan, titel degan bu yerga doktor ya professor ya bir ilmiy akademik bir nimangiz bo'lsa shu yerga yozsangiz bo'ldi, bo'lmasa yozmang. Bu yerga ismingizni, masalan, Muxtar, olim, olim deganimiz bu yerga Nahnam deganga familiyan ismingiz keldi, familiya ismingiz. Andan keyin Mashtrasen Hausnummer deganga bu yerga shu adresingizni yozasiz. Masalan, bir nima ko'cha, man palanchi nomer deb. Andan keyin PLZ deganga pocht nomeringizni yozasiz. Ort degan yerga turayotgan shahringizni yozasiz. Land degan yerga turayotgan davlatingizni yozasiz.
Masalan, Turkiyada turmoqchi bo'lsangiz, Turkiyani kirgizsiz, Turkiya deb kirgizib qo'ysiz masalan. Mao pastga, Mao ustidagi organizatsion degan tashkilot, astidagi telefon nomeri. Bu ikkisi majbur emas. Cho'qim yozsangizmi, yozmasangiz bo'lgan yerlar bu. Bu ixtiyoriy. Shuning bilan Mao yet registriyan deb qilasiz. Tizimli bo'lgandan keyin sizga bir emailingizga bir uchur keldi. U uchurni ichib jazmlashtirasiz. Uchurni ichib jazmlashtirib bo'lgandan keyin, andan keyin bu torbatni yana qaytadan bir qator ochasiz. Ochgandan keyin mana mushi chiqadi. Chiqqandan keyin petitsiya mitzaytdan u vaqtida mushaga sizniki email adresingizni, passwordingizni bersiz. Berib bo'lgandan keyin miyaga ikki xil talash usuli bor. Ustidagi bo'lsa sizning o'zingizning haqiqiy ismingiz bilan chiqarib jakarlab o'tadi. Astidagi bo'lsa sizniki bu atalmish raqimingiz bilan chiqarib jakarlaydi. Andan keyin shuni ikkisini birsini bosib bo'lgandan keyin bu mitzaytni degan ko'k yerga bosishingiz kerak. Buni bosib bo'lgandan keyin sizga andan keyin bir xat keldi. Menda xat keldi. Mush xat chiqqandan keyin siz g'alaba qozongan bo'lasiz. Qarindoshlar qo'l qo'yib bo'lgandan keyin degandek bo'lsa boshqa qarindoshlarga taqib qo'yishinglarni umid qilma. Rahmat.